Assalomu alaykum hammaga avvalambor. Meni ismim Muhriddin. Quyosh paneli bilan o'rnatish, sotish bilan shug'ullanamiz. Hozir bitta masala bo'lyapti-da. Quyosh paneli bilan shug'ullanadiganlarga sizlar ham bir xabarlar bo'lsa kerak. O'sha boshida sekin-sekin bo'lib o'zi ko'payib ketdi shu narsa. Boshida eslaringizda bo'lsa, texnik shart degan narsani o'zi yo'q edi. Texnik shart olish degan narsa yo'q edi. 3 yildan oshiqroq texnik shart olmasdan quyosh panel o'rnatildi. Chunki o'zi tartibni o'zi ham yo'q edi. Yaxshi bo'ldi, tartib chiqarildi, qaror chiqarildi 612 sonli. Shunga qarab texnik shart olish, texnik shartga amal qilib quyosh panel o'rnatish kerakligi akt qilish kerak, loyiha qilish kerak, talablar qo'yildi. Biza klientlarga osonroq bo'lsin deb texnik shart kimlardir arziy bo'lolmasa arzalarini texnik shart olish uchun jo'natib berdik. Qarorda yozib qo'yilgan, adashmasam, transformator quvvatini 25 ila 30% dan oshmagan holda quyosh elektrostansiya o'rnatish mumkin. Misol uchun 100 kilovatlik transformatorga, значит 30 kilovatgacha quyosh elektrostansiya o'rnatish mumkin. Qaysidir o'sha transformatorga xonadon abonament 10 kilovat qo'ygan, yana значит 20 kilovat joy bor. Nima bo'lyapti? Ariza o'sha shunaqa bo'lib qoldi, qaraldi, faqat через texnik shart ishimiz bitadigan bo'lib qolgandan keyin boshida to'g'ri ko'rib chiqildimi yoki to'g'ri ko'rilmasdan primoy berildimi texnik shartlar bilmayman. Boshida yaxshi texnik shartlar olib klientlarimizga qo'yib berdik. Keyin nima bo'lish boshladi? Keyin hammasi texnik shartlar birdaniga отказ berish boshladi. Sabab ko'rsatilmaydi, asos ko'rsatilmaydi, просто отказ. Nima uchun asoslar bermasdan отказ beriladi? Bu bir. Ikkinchidan keyin nima bo'lishi boshladi? Отказ beriladi. Boshida tushunmadik. Boshida o'yladik, hay, realni, значит, transformatorda joy qolmagan ekan. Tepa o'rnatilsin deyapti. Значит, transformatorda joy yo'q, asoslar berilmayapti. Просто tepa o'rnatilsin. Tamom, asos yo'q. Asos bo'lishi kerak texnik shartda. Menimcha, bu siz iste'mol oladigan transformatoringiz 25-33 sonli transformator. Bu transformatorni kilovati 250 kilovat. Bu transformatorga 30%, ya'ni 75 kilovatgacha quyosh elektrostansiya o'rnatish mumkin. Shunda bu transformatorga ikkita abonament hozir 25 kilovatdan quyosh elektrostansiya o'rnatgan. 25 kilovat o'rnatsangiz bo'ladi degan mazmunda texnik shart berilishi kerak. Mijoz 50 kilovatga topshiryapti. Elektroset javob berish kerak. 25 kilovatga mumkin. O'zi 75 ta polovna joy bor transformatorda qaror bo'yicha, lekin hozir 50 tasi 225 talik abonent olgani uchun zayn siz 25 ta olsangiz bo'ladi degan ma'noda berish kerak. Lekin nima bo'ladi? Просто bir xil отказ. Asos ko'rsatilmaydi, tepa o'rnatilsin, tepa o'rnatilsin, tepa o'rnatilsin. Qanaqasiga tepa o'rnatadi? U klient o'zi subsidiyadan foydalanaman, bir daromad qilaman, salni ro'zg'orimga foydasi tegadi deb kimdir molini sotib qo'yapti qishloqdagilar. Kimdir qaysidir mashinasini sotib qo'yib biznes qilaman, bir ro'zg'orimga 2-3 milliondan kelib turadi, davlat o'z mingdan sotib olayotgan bo'lsa degan ma'noda qilyapti. Transformator qayerdan o'rnatadi? Mayli, keling. Keyin nima bo'lish boshlayapti? Elektroset bo'ryaptilar. Faktlari bilan bor, lekin hozir уже qarib 6 oy chidadik, уже shu narsani aytib chiqmasa bo'lmayotgan bo'lyapti. Отказ bo'lgan klient qo'liga отказ bo'lgan texnik shartini ko'tarib elektrosetga boradi, odamini topadi. O'sha отказ bo'lgan transformatorga texnik shart chiqadi. Endi bilmasdan kimnidir nimasini olish
yaxshi bo'lmaydi. Gunohini olish bilmasdan gapirmaylik. Bilsak ham gapirmaymiz to'g'ri. Olinadi texnik shart. Keyin nima bo'ladi? Yangi etapiga bo'lishni boshlayapti. Klient ariza topshiramiz. Mani klientim yana qaysi tadbirkorlarning klienti kelyapti. Bizning ishlarimizni ko'rib, sifatini ko'rib, qo'shnisiga qo'yilganini ko'rib, qaysi qarindoshga qo'yganimizni ko'rib, bizga murojaat qilyapti. Qo'yib bering. Bo'ldi. Texnik shartga ariza yuborishimiz kerak. Yuboramiz arizani, отказ keladi yana har doimgidek. Klient tegishli tashkilotga qarab yuguradi. Nima uchun отказ berdingiz? Shuni bir yo'lni qilaylik. O'sha joydagilar nima deydi? Yaxshi akalarimiz keyin aytadilar. Texnik shart olishni bitta yo'li bor. Texnik shartni olib beramiz, o'zimiz o'rnatib beramiz. Bu nima degani? Bu chist qaroqchilik. Majburlab, отказ berib, keyin taklif biza o'rnatib beramiz. Sizlar xodim bo'lsalar, xodimlar o'zini ishini qilish kerak. Biza tadbirkormiz, biz soliq to'laymiz, ishchilarimiz bor, ishchilarning oyligini beramiz. Ular ro'zg'ordagilarning nimasi qaynaydi, qazoni qaynaydi, bola chaqasi nimasi bilan. Qanaqasiga bizani nimani klientni nagli biza o'rnatib beramiz majburdan. Yoki texnik shart yo'q, yoki texnik shart kerak bo'lsa o'zimiz o'rnatib beramiz. O'rnatilgan joylarni ham ko'rib o'tiribmiz-da. O'rnatgan joylarni ham. Bunday bo'lmaydi-da. Nimadim, o'zi qarib 90% shunaqa bo'lib ketyapti-da. Boshqa tadbirkorlar sizlar ham shunaqami? Masalan, men hamma viloyatni aytmayman. O'z qaysi viloyat haqida gapirayotganimni bilasizlar. Juda ko'p tumanlarda shu narsa ketyapti-da. Yaxshi emas. Faktlari ham bor. Lekin baribir yaxshi emas. Iltimos, bunaqa qilmanglar. Tadbirkorlik qilmoqchi bo'lsalaringiz, ochiq o'yin qilish kerak. Mayli, davlat korxonasiga ham ishlang, tadbirkorligingizni ham qiling qo'lingizdan kelsa. Lekin texnik shartni yo'lini yopib, faqat o'ziniki ochib olib qilish yaxshi emas. 90% klientlarimizga xuddi shu muammo bo'lib, 90% klientga. Texnik shart ko'tarib keladi, texnik shartim chiqdi, ana ketdik, boshlaymizmi? Shartnoma qilaylik deb texnik shartni ko'tarib ko'ramiz. Отказ berilgan tepa o'rnatilsin. Boradilar. Yana o'sha taklif. Texnik shart beramiz, faqat biza o'rnatib bersak degan taklif bo'ladi. Marhamat o'rnatib beringlar o'sha gap yana. Sifatli qilib bering, narxini biza klientlar beradigan narxga moslab qiling, faqat texnik shartga aralashmang. Texnik shartga haqqoniy qarash kerak. Texnik shart joy bormi transformatorga? Bor. Joy yo'qmi? Yo'q. Nima uchun nagruzkani ko'paytirib o'sha mumkin bo'lmagan transformatorga o'zlaringiz texnik shartni olib qo'yib berasizlar. Keyin u klientlar chiqadi. Aka biza qo'ydiruvdik. Biza akajon kim qo'yib beruvdi? Bizani klientmisiz? Yo'q, bizaga shunaqa o'sha tashkilotdagilar o'zlari texnik shart olib o'zlari qo'ydiruvdilar. Sizga qilganimizdan keyin ilojimiz qolmaydi, o'zlari qilib beruvdilar. Xo'sh. Hozir inverter o'chibdi faqat. Bering parologini kirib ko'ramiz. 280, 290, 300 voltgacha ko'tarilib ketadi. Kanishni ko'tarilib ketadi. Texnik shartga amal qilinmagan transformator me'yordan ortiqchasini majburlab qilib qo'ygansizlar. Maqsad klientni ham o'ylashimiz, maqsad faqat qaroqchilik qilib nimani olish. Undan ko'ra yo'li bo'lsa, transformatorni masalan remont qildirish kerak bo'lsa, remont qildirish kerak. Yoki realni joy bo'lmasa, mayli realni yo'q deb yozib beringlar, asoslab beringlar, mana bunaqa deb. Transformatorga joy borga ham yo'q deb texnik shart keladi. Keyin borsa klient paydo bo'ladi. Bu meni bitta dardimmi? Ili boshqa tadbirkorlar, boshqa viloyatdagilar sizlarga ham shunaqa muammo bo'libdimi? O'zi bilmaymiz nima qilishni. Bunaqa emas-da. Rahmat.